Til o'zi til sohasida ikki xil yo'nalish bor. Descriptive, prescriptive degan yo'nalishlar bor. Ya'ni ba'zi tilshunoslar aytadi, til qanaqa to'g'riligini biz aytib bermaymiz. Kuzatamiz, odamlar qanaqa qilib gapirsa, shu to'g'ri til deyshadi. Ikkinchi maktab nima deydi? Yo'q. Qonun qoidalari bor, u qonun qoidalarini buza olmaysan. To'g'ri va noto'g'ri ishlatish bor o'zida. Shunaqa. Endi shundan mana yaqinda IELTS hafta ham Davudxon Alexlar bilan munozara bo'lgan, ya'ni yep so'zi qanaqa yoziladi. O'shanda men aytgandim, masalan, yep so'zi 3 ta harfdan iborat. Y E P, yep. Bo'ldi. Yo'q u yerda. Yep o'zingiz bilan aytib ko'ring shu so'zni. Yep deb ko'ring, yo'q-da u yerda. To'g'ri. Tovush yo'q. Ha. To'g'ri so'z yep desam, yo'q deb turib, yep ham to'g'ri, unaqa degan spor ketib qoldi. O'sha sporning yechimi nima bo'ladi? Masalan, arab tilining eng katta olimi Sibawayh, o'sha nima deyshadi? Nabiyun nahv deyshadi, ya'ni grammatikani payg'ambari deyshadi. Sibawayh qanaqa qilib olamdan o'tadilar? U kishi Kisai degan katta yana bitta olim bilan, ular ikkita o'zi arab tilining ikkita maktabi bor. Basra bilan Kufa. Shu ikkita maktab bor, bir-biri bilan ko'p munoqasha, munozara qilishadi-da. Tortishuv bo'ladi u yerda. Ya'ni grammatik masala bo'yicha Sibawayh bitta fikrni beradilar, Kisai boshqa fikrni beradilar. Endi ikkalasi eng katta olim. Kim uni hal qiladi, kim to'g'riligini? Ulardan tepada aniqlab beradigan odam yo'q. O'shadek. Masalan, men ham aytayapman, IELTSdan 9 olganman, Davudxon ham aytayapti, 9 olgan. Bu yerda arbitr kim bo'lishi mumkin? Nima deyishgan? Arablar.